Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 2026-yil 26-iyul kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Unga Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. ko'ra dollarning rasmiy kursi 82,76 so'mga pastlab, 1 AQSh dollari 12.019 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.201.000 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 122 so'mga pastlab, 1 yevro 13.689 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.368.973 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.12 so'mga ko'tarilib, 1 Rossiya rubli 153 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 153.320 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi har kunlik dollar, yevro hamda Rossiya rubl kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kommentariyalarda ham o'z izohlaringizni yozib qoldiring.